Ularning ikkilisi erlariga iymon etmaslik bilan xiyonat qildi. Ammo uning ayoli Allohga iymon etishni rad qilib, kafir qavm bilan birga bo'lishni tanlagan. Lut alayhissalomning ayoli ularning normal insonlardan farqli kelishgan ekanligini ko'rib, nihoyatmi ajablangan va bularning xabarini qavmiga yetkazib qo'ygan. Eng nachar suxanchilik bo'lsa, ayollik hayotda oilaning sirlarini sirtqa to'shishdir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah kuffarlarga ularning müminlar bilan bo'lgan tuqqanchiligining foyda bermasligida Nuhning ayolini va Lutning ayolini misol qilib ko'rsatdi. Ular bo'lsa bizning bandalarimizdan ikki yaxshi bandimizning amrida edi. Ularning ikkilisi erlariga iymon etmaslik bilan xiyonat qildi. Ularning erlari, ya'ni Nuh bilan Lut payg'ambar turuqliq ulardan Allohning azobidan hech narsani daf'i qila olmadi. U ikkisiga dovzaqqa kirguchilar bilan birga kiringlar deyildi. Biz oldingi qatimliq suhbatimizda Qur'on Karimda kafirlarga ibrat qilib ko'rsatilgan payg'ambar ayollaridan Hazrati Nuh alayhissalomning ayoli haqida to'xtalgan edik. Bu qatimliq suhbatimizda Robbiga osiylik qilish, yo'ldoshiga xiyonat qilish bilan jahannam ahlidan bo'lgan payg'ambar ayollaridan biri Hazrati Lut alayhissalomning ayoli haqida bo'ladi. Lut alayhissalomning ayoli Allohga kufrlik qilish va yo'ldoshiga xiyonat qilganlik sababi bilan garchi payg'ambar ayoli bo'lsa-mu butkul olamga toki qiyomatgacha ibrat qilib ko'rsatilgan va jahannam ahli ekanligidan xabar berilgan baxtsiz ayoldir. Lut alayhissalom qavmini Allohga da'vat qilishda to'liq himmatli bir payg'ambar bo'lib, qavmini kuchli dalillar bilan Allohga da'vat qilishni uzun yil davomlashtirgan bo'lsa-mu, ammo uning ayoli Allohga iymon etishni rad qilib, kafir qavm bilan birga bo'lishni tanlagan va Allohga iymon etmaganligi va Lut alayhissalom haqidagi xabar va ma'lumotlarni kafirlar yetkazish bilan xiyonat qilib, ular bilan birga halok bo'lgan. Lut alayhissalomning ayolining ismi Qur'on Karimda aniq zikr qilinmagan bo'lib, Imra'atu Lut, ya'ni Lutning ayoli shaklida kelgan. Lut alayhissalom Sadum, ya'ni hozirgi Urdun shahrida yashagan bo'lib, Lut alayhissalomning shuncha tirishchanligi va himmatlik bir shaklda qavmni Allohga da'vat qilib, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan to'sigan bo'lsa-mu, ammo uning Lut qavmi tarixda ko'rilib boqmagan satchiliklar bilan tunilgan. Fahishvozlik, bachchivozlik ularda kengri tarqalgan. Hatto tarixdagi tunji yalang'ochlik ularda ko'rilgan. Ular o'zining bu qabih qilmishlaridan nihoyatda faxrlangan bir qavm bo'lib, Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Lutni ahli Sadumga payg'ambar qilib avatdik. O'z vaqtida u o'z qavmiga ularni ayiblash yuzasidan mundaq degan edi: Sizlar shunday qabih ishni qilamsizlar. Mundaq qabih ishni sizlardan ilgari jahon ahlidan hech qanday odam qilmagan edi. Allah subhanahu va taala Lut alayhissalomning qavmini halok qilish uchun farishtalardan Jibril, Mikail, Israfillarni qo'shin avatgan bo'lib, ular inson shaklida Lut alayhissalomning uyiga mehmon bo'lib kelgan. Lut alayhissalom bu mehmonlarning kelganini qavmining bilib qilib, ularga yomonlik qilishidan ansirab, ularning kelganligini qavmidan yushirishga tirishayotgan bir paytda Lut alayhissalomning ayoli ularning normal insonlardan farqli kelishgan ekanligini ko'rib, nihoyatmi ajablangan va bularning xabarini qavmiga yetkazib qo'ygan. Bu xabarni anglagan Lut alayhissalomning qavmi uning uyiga kelib, uyiga hujum qilgan. Lut alayhissalom ularga eshikni taqib olib, ko'p nasihat qilgan va ularga yalvarib ayollarining borligini eslatgan bo'lsa-mu, ular qaytib ketishga qat'iy unamagan. Lut alayhissalom ularga: "Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qawmun musrifun." Sizlar haqiqatan ayollarni tashlab qo'yib, erlar bilan shahvatinglarni qandursizlar. Sizlar haqiqatan haddidan oshquchi qavmsizlar deyish orqali
bularni o'z qilmishining yomonligidan ogohlantirgan. Amalsiz qolgan Lut alayhissalom Robbiga yolvorib duo qilib yordam so'raganda mehmonlar o'zlarining farishta ekanligini va ularga azob tushirish uchun avatilganligini, Lut alayhissalomning oilasi bilan Sadum shahridan chiqib ketishni aytganda, Lut alayhissalom va oilasi shahardan chiqib ketgan. Uning ayoli bo'lsa zolim qavm bilan birlikda halok qilingan bo'lib, Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: "Fa anjaynahu va ahlihi illa imra'atuhu kanat minal ghabirin." Lutni uning ayolidan boshqa uningga taba bo'lgan kishilar bilan uning qavmiga nazil bo'lgan azobdan qutuldirdik. Uning ayoli shaharda qilib halok bo'lg'uchilardan bo'ldi. Lut alayhissalomning payg'ambar bo'lganligi uning ayolini Allohning azobidan qutuldirib qololmadi. Uning Qur'onda tilga ilingan Lut alayhissalomga qilgan xiyonati tan bilan qilingan xiyonat bo'lmasdan, balki oilasidagi sirlarni boshqalarga yetkazish edi. Suyimli hamshiram, yuqorqi qissadan biz gap to'shishdan iborat xiyonatning naqadar yomon oqibat keltirib chiqaradiganligini aniq ko'rib olaymiz. Shundaqla suxanchilikning to'liq qo'rqinchli illat ekanligini va bu illat sababli insonning tuvandagidek oqibatlarga qoldiganligini bilalaymiz. Birinchi, jahannam azobiga duchor bo'lish. Ikkinchi, suxanchilik munofiqlik sifatlaridan biri bo'lib, qalb kasalliklarining boshlang'ichi, qalbning qardab ketishi, mehr-muhabbatning yo'qolib, qalbni o'chmanlik qoplashi, boshqalarning ayiblarini izlaydigan eng nachar qilmishlarning boshlang'ichidir. Üçüncü, suxanchilik insonning musulmonlar orasidagi izzat obro'yini ham bulg'aydi. To'rtinchi, bu illat yana omonatga xiyonat qilishdan iborat munofiqlik xislatini paydo qilib, kishilar oldida ishonchsiz, kishilik munosabat qurishga yaramaydigan biri sanilib, xorliqqa duchor qiladi. Beshinchi, dinning buzilishiga, imonning ojizlashishiga sababchi bo'ladi. Eng xatarligi bo'lsa, qabr azobiga sababchi bo'ladigan eng muhim omillardan biridir. Aziz qarindishim, balkim siz xiyonatni o'zingizdan yiroq bir sifat deb bilishingiz mumkin. Xiyonat faqat bir taraflama ma'no ifodalaydigan so'z emas va yoki qandaqdir omonat qo'yilgan narsalarga shakllanadigan narsa emas, balki payg'ambar alayhissalom degandek har bir so'rin ham omonat ustiga qurilgan bo'lib, siz do'stlaringiz va yoki qandaqdir birlari bilanki suhbatlaringiz hammasi paranglashgan paranglarning hammasi garchi u yerda uning omonatligi ta'kidlanmasa-mu, u omonat ustiga qurilgan bo'ladi va uni tarqitish suxanchilik va qabih jinoyat hisoblanadi. Eng nachar suxanchilik bo'lsa, ayollik hayotda oilaning sirlarini sirtqa to'shishdir. Urug' tuqqan do'stlaringiz oldida yo'ldoshingizning faqat sizga so'zlab bergan xususiy sirlarini qandaqdir faxrlanish va yoki baxtingizni ko'z-ko'z qilish uchun va yoki yomonlab qolgan vaqtingizda ichingizni bo'shatib olish uchun boshqalarga to'shib qo'yishdan hazar aylang. Chunki nikoh turmushining o'zi bir omonat. Siz bu omonatni chin saqlash orqali dunyo oxiratdagi baxt saodatingizga erishasiz. Aksicha bo'lganda Allohning azobiga, baxtsizlikka duchor bo'lasiz. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Inna sharran nasi manzilatan yawmal qiyamah ar-rajulu yafdi ila imraatihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha." Qiyomat kuni kishilarning eng yomon o'rinda bo'ldig'ini bir erning o'zining ayolining sirlarini yoki bir ayolning o'zining erining sirlarini boshqalarning orasida yaygan kishidir. O'zingizning o'rnini eng nachar holatga keltirib qo'ymaslik uchun har vaqt omonatdor bo'ling. Suxanchilik musulmonning barcha yaxshiliklarini ko'ydirib tashlab qolmay, uning obro'yi, dunyo va oxiratligini tugashtirib etadi. Alloh hammamizni bu yomon illatdan saqlab, qalblarimizni mehr-muhabbat bilan to'ldirib bersin.